YouTube'ga ketdi va Temurbek mashhur qilamiz sizni. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustuniy kanali. Xo'p do'stlar, bugungi videoroligimizda biz sizlarga juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotni ko'rsatmoqchimiz. Bu narsa albatta обязательно hamma mashinalarda bo'ladigan. Endi kimgadir qiziq, kimgadir qiziq emas, kimdir biladi bu narsani, kimdir bilmaydi. Xullas. Xo'p, bu qo'limizdagi narsa transportning motor qismida antifriz sirkulyatsiyasini ta'minlab beruvchi narsa hisoblanadi. Eskisini toping deb sizni ko'rsatamiz. Uchimiz короче qaynavergan mashina, antifriz dalibga qilishgan, mashina yana qaynagan. Keyin bu yerda mana termostat yangi qo'ydirishgan. Mashina unday qaynash yo'qolmagan. Termostatni olib tashlab, primoy holatda ham qilingan. Avtomobilda qaynash to'xtamagan. Buni bilishda oson yo'li bor do'stlar, sizlarga ko'rsatib o'taman. Sirkulyatsion sistemani texotda va gaz holatda ko'rasizlar. Agar bundan chiqmasa va ventilator sovuq holatda ishlaydigan bo'lsa, demak, pompamizda, ya'ni mashinaning motor qismida sirkulyatsiya suvda aylanishi yo'q bo'ladi. Hozir mana xo'p, bu mana yangi kirilchatga mana ko'ryapsizlar. Tishlari mana shu narsa postoyanni aylantirib mana aylangan holatda turadi mana. Mashina yurgandan keyin mana shu aylanib suvda bir tomonga surib beradi. Mana radnoyi mana o'zidan chiqqani mana. Mana yangisi va eskisi mana farqi, ikkita razницasi mana. Agar bu bitta endi Nexia 3 ta emas, endi любой mashinada ham xuddi mana shunday holat bo'lsa, termostatni boshqa qo'ysiz ham va shu mashina qaynagan vaqtda ventilator ishlab, qo'lingizni qo'yganingizda sovuq havo haydasa, demak, avtomobilda sirkulyatsiya qismi yaxshi emas, suv aylanishi yo'q mashinada. Unaqa holatda albatta bu pompadan chiqadi. Hozir pompani xo'p, originalni 300 ming so'mga olib keldik. Xitoy 160 ming so'm, ustanovkasi 100 ming so'mga bitadi do'stlar. Agar sizlarda ham mana shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, sizlarga manfaatli bo'lsin degan maqsadda ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Agar videoroligimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.